O'zbekiston bozoriga yangi raqobatchi kirib keldi. Ancha-muncha mashinalar bilan tashlashib qo'yadi akalar. Swiss S06'si. Swiss S06. Swiss S06. Swiss C06. Swiss degan nom bilan kirib kelishyapti. Mana bu bo'lsa Swiss S06 modeli. Swiss S06. Swiss S06 modeli. Swiss S06 mashinasini taqdimotida bo'ldik akalar. Tashkilotchilar quturib Bu shunchaki gibrid emas, 360 ta ot kuchi akalar. 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 6 sekund. Zapas xodi 1000 km. Shahar ichida tok bilan prosta 115 km yurib beradi sizlar uchun. Salon holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli ishlagan, elektronik sidena, kojinli sidenalarda. Swiss ham вообще bomba mashina, такой Lamborghini. Swiss S06 mashinani ichiga o'tirib olganmiz. Mashinani ichki ko'rinishiga men prosta 5 baho qo'ydim. O'zingiz 0 dan 10 gacha xolisona bahoingizni berib ketasiz. Deydigan joyida bu og'ayni mana shu joyiga nazar qilgan. Akustika Sony ekan, qarang, gap bo'lishi mumkin emas shu joyiga. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. O'tirsanglar prosta komfort his qilasizlar.